Salam, muhacirat kesik qarindoshlar, yaxshimisizlar? Hammanglarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Sizlarga bormiki, men bir chaqda shu Gollandiya tashkilotlar birligining ichida vazifa o'tagan, xizmat qilgan bir xonim vatanga qaytib ketibdi deb mushaqda bir yozma chiqarganman. Ham bu vaqtda bir qisqa bir video ishlab chiqargan qarindoshlar. Keyin bu Gollandiya tashkilotlar birligidan bayonot berib, yozmoqchi hamdi. Bu xonim burundan vazifasidan istifa bergan degandi qarindoshlar. Anglasam, bu xonim yaqinda vatandagi sayohatini oyoqlashtirib, G'o'lja safarini, ko'ngillik sayohatini oyoqlashtirib Gollandiyaga yetib ketdimish. Gollandiyaga yetib ketdi. Bundan 2 kun avval menga shu Gollandiyadagi bir qarindishimiz telefon qildi. Mirzat ukam, siz bir chaqlarda shu vatanga qaytdi degan shu Gollandiya tashkilotlar birligida xizmat qilgan, vazifa o'tagan xonim qaytib kelib, Xovdadagi bir choyda odamda, bir to'yda odamda aytavur. Atrofidagi do'stlariga zo'q sho'x bilan o'zining vatanga borgan ta'sirotini so'zlab turmish qarindoshlar. Qayda o'yicha mushunchalar ko'p gaplarga, ixtilofga sababchi bo'lgan bu odamlar kelgandan keyin tez yumay, aksiya tixi Xitoy tashviqotini ochiq-oshkor boshlab ketdi. Shu so'rinda bo'lgan gaplarni menga deb berdi. Voy, Xansu yo'ldoshlar pek yaxshi ekan, Uyg'urlarga yaxshi muomala qiladi ekan. Debgan, orasida bir xonim shuni bilan, "Voy, bu siz Xitoylarni hamda Xansu yo'ldosh deyish kuchsiz-ku" desa, bu xonim, "Ha, Xansu yo'ldosh deyman." Unda desam nim bo'pti? Vatandagi Uyg'urlarning chekrisida hozir kulkilar uzilmaydi ekan, chekrisida baxt nurlari chaqnab turdi ekan, julolanib turdi ekan, aks etib turdi ekan, xo'shalliqlar deb shunday so'zlab ketdi. So'zlagandan keyin buni anglab bir qism hamda vijdoni va Uyg'ur xonimlarningki ichi ochiq bo'lib ketdi-da. Shuning bilan debdi-ku, "Voy, bu siz qaytib ketgandan keyin keyningizdan bir muncha gap so'zlar chiqib ketdi, nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Siz buni ko'midingizmi?" debdi-ki, bu xonimning debdi, "Voy, undaqlar mening bijnimam ketdi." Undaqlar endi bu xonimningki bijnimisi ketgan emas. Bijnimam ketdi, undaqlar bilan mening ishim yo'q. Men yana boraman, yana qaytaman deb shunday deb yuganmish. Mush gaplarni anglab Xudoyim tavba deb qoptimi qarindoshlar. O'zining beshidagi yog'liqiga muxolif so'z iboralarni ishlatib boshladi. Og'zidan buzgan gap. Mening keynimdan gap topganlar, mening keynimdan o'sak so'z taqatganlar, mening bijdimam ketdim. Mana qarindoshlar. Mana bu bizdagi vijdon, bizdagi axloq. Boshqasini qo'yaylik qarindoshlar. Biz dedik hamda, shaxsan men dedim, nurg'un bu vaqtda men uchurlar kelgan bundan burun. Hamda Uyg'ur davosining ichida bo'lmasa, vatan davosining ichida bo'lmasa, tashkilotlarning ichida bo'lmasa, hamda qaytgan bo'lsa, men ya istixborot xodim emas, ya men ko'chmanlar idorasida ishlamayman. Ularga biz ortiq gap qilmaymiz, kuchimiz yo'q hamda. Qaqshab qo'yamiz, ayblab qo'yamiz bu qilgan xato deb. Qag'ini o'zining masalasi, vijdon g'urur masalasi. Azaldan bu Uyg'ur davosining ichida yo'q. Azaldan bu Uyg'urningki bu hozirmish uchrayotgan zulmlari, ko'rayotgan kunlari bilan chatiq yo'q bu insonlar berib kelgan bo'lsa, bo'pti endi. Bir ko'zimizni qisilishdan boshqa ish yo'q qarindoshlar. Men Yevropaning qonunlarini men bilmayman, o'qimayman, ammo Amerikaninkini azdir ko'pdir surishtiruv qildim endi. Munosabatlik odamlardan surishtiruv qilsam, qonuniy jazoga uchrashdan istiqan, ammo yeshil kartasi bilan pasportni bekor qilib o'tish huquqiga ega ko'chmanlar idorasi. Chunki beshida siyosatpanolik qilgan chaqda
degan o'ltirdi, men basam qirdi, chapidi, hayotim bevosita xavf uchraydi. Ayni vaqtda men kommunist Xitoyga qarshi gap qilgan, Urumchi voqeasiga qatnashgan, 7-oyning 5-i men Xitoyninki government binosiga tosh atgan, o't atgan, mushundaq afsona hikoyalarni to'qib siyosiy panohlik qilib iltimosni o'tgan mushu insonlar bag'am bo'lsa Amerikada. Ko'chmanlar idorasi bu ahvolni aniqlasa, qonuniy jazoga hamda tutlab turib solib o'tmaydigan. Bundan biri men dedim, yoki kesim e'lon qilib ularni kesib o'tmaydigan, ammo yashil kartasi bilan grajdanligini bekor qilib o'tish huquqini saqlab qoldi ekan. Ko'chmanlar idorasining buncha ko'p vaqti yo'q, Uyg'urlarning kim bodi, kim kirdi, uni surish qilib, uni hisob kitob qilib o'ltirdigan. Lekin hozir ko'ryapmiz, Amerikada nurg'un qonunlar o'tirib tashinib o'tdi. Nurg'un ishlar suv yuziga chiqib o'tdi. Xitoylarning nurg'un jasuslar tutilib ketdi. Mushu yaqinda tigi mana FBI'ninki bir uqtirishnomasini chaplab qo'yibdi Xitoylar. Rostligini men bilmadim, lekin men rost deb o'ylayman mana. Kommunist Xitoyni maqtagan, Amerikani tillagan, Amerikaga qarshi ish qilgan so'z harakatlarda bo'lgan, faoliyatlarda bo'lgan, Amerika hukumatini ayblagan. Mushunday insonlarningki Amerikaga kelib o'qitish, xizmat qilish va yoki o'ltiroqlashish, nurg'un jihatlardagi salohiyati bekor qilindi deb. Men rostlab o'ylayman. Sababi mushaq qonunlar chiqdi, Amerikaning bexatarligi ta'kidlab qarildi bu xildagi insonlarni. Bu odamlar hozircha yayraydi, qaynaydi, yashaydi qarindoshlar, ammo keyin o'zining putini o'zi palto bilan chopadi deganga. Chunki men dedim qo'yliqi, biz da'vo qardoshmidik, biz siyosatdan shirka emas degan insonlar, sen siyosiy panohlik qilgan shu kundan boshlab sen shu da'voning ichida. Sen bilib bilmay shunga kirib ketding deganga. Buni sen o'zing e'tirof qilishing kerak. Chunki sen vatanniki ash beguna Uyg'urlarningki kampga kirgan Uyg'urlarningki erkak qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarningki o'lib ketgan ona baladan, dada baladan ayrilib ketgan majburiy emgak silinayotgan bechora Uyg'urlarningki avu faryodi ko'z yishi sababli sen erishding bu kartaga. Endi sen qaytma, borma desang o'zingizga vijdon masala, lekin qonuniy masala mu bor bu yerda. Mushu gap qarindoshlar. Mushni sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Anandan keyin bir necha kunning oldida, yo'q, necha haftaning oldida, bir shirkatning oldida mushu to'ptimi bir xonim o'zining vatanga borgan, vatanga beribdi. İsmini demayamdi o xonimniki. Vatanga berib, vatandan kelgan ta'sirotini so'zlab yuriydi. O xonimning nazarida mushay mushkunlarda vatanga bora olgan Uyg'urlar nihoyat yomon Uyg'urlar ekan. Nihoyat qo'rqmas, botir Uyg'urlar ekan. Xitoyning ularni so'laydiganligini bilib turib bora olgandiki, ular no'ch Uyg'urlar ekan. Ammo tashkilotning da'voning ichidagi Uyg'urlar bo'lsa, qo'rqanchoq Uyg'urlar ekan. Ular baranmaydigan, Xitoyning opirib solishidan qo'rqaydigan Uyg'urlar ekan. Mush gaplarni anglab shuncha qattiq gap so'zlar bo'lib ketdi, munozirlar bo'lib ketdi. Men nihoyat ig'ir gaplarni qilib o'tdim. Siz shunchalik botir, nihoyat yurak bo'lgan keyin kimisiz olmam shu yerda yashasangiz olmamda. Nim bor sizga bu muhojiratda deb. Hamda qarindoshlar ko'rdinglarmi? Mana shunday tashviqotlar bo'layotdi hozir. Vatanga biz bormaymiz yoki qo'rqib boramayaptimizmi yoki Xitoy kommunist bizga viza bermaslik masalasi bormi bu yerda? O'zinglar o'ylab yiqinglar qarindoshlar. Hozir hamma narsa hozir 100 tonish sistemasidan tortib AI hamma narsa kameralashib ketdi Xitoyda. Muhojirat Uyg'urlarning nima ish qilayotgan, nima ish qilmayotganini Xitoy obdan biladi. Norvegiyada bir qancha Uyg'urlar hozir Norvegiyadan Xitoyga bas 15 kunlik shu Gollandiya o'xshab viza kechirimsizga bevos kirib chiqsa bo'ladi ekan. Barmoqchi bo'libdi-ki, oldiga namoyish chiqqan, bayroq ko'targan rasmni tashlab qo'yibdi. Mush gap nima shu yerda bir qarashini topadi. O'zing ko'rib oldi. Sonra asta quyrug'ini qisibdan chiqib ketdi. Xijil o'lab. Mushu darajada nima ish qilganini biladigan Uyg'urlarningki Xitoy kommunist. Ajiba sana shu vizini ya bo'lmasa shu vatanga boradigan shu qog'ozni sen tekshirmay turib, sen aniqlamay turib berami? Shaxsan biz borimiz deb kirsak bizga ob'yamdan bo'sog'isdan kirgizmaydi, bermaydi bizga. Asla qaytib ketsa shu. Biz qo'rqib borammidik emas, bizni kirgizmaydi ishigida. Ma'lum bilish kerak, o tashkilotning xodimlari tashkilotdan ishlayotgan va Uyg'urcha ish qilayotgan odamlar borammaydi. Mushkullar vatanga qanday bordi? Ota-onasi urug' tuqqanlar bilan aloqalashmayotsa. Men Amerikaning ichida borgan lopoldimalar o'ziningki ota-onasi uyida yotamabdi qo'yna.
Ha, Binguandan yatak içishga majbur bo'libdi-ku. Birisining kendidan 5 dan tuqrash kelgan saqchi deydi. Nega vasi marlab yuraydi ekan? Urug' tuqqanlarim qo'qab ko'rishamaydi ekan. Do'st birodarlari, sog'doshlar obiyamni ko'rishmaydi ekan. Suv ketadi, tosh qoladi, o'smi ketadi, qosh qoladi. Sen o ketsa tugun tashlab, yana dadini biz tortimiz deb qo'qab ko'rishamaydi ekan. Qaytib kelib so'zlab turibdi-ku atrofidagilarga. Bag'ang pushamoq ketdik, yatoqdan yatoqqa ishib yotdik Binguandan. Ata-onamiz bilan shu bir ko'rish olganimiz qoldi dedi. Shu ekan-ku shu. Endi uning qo'rqmay nimasi bor? Shu chet-ellik tegib olgan, yangdaringga tegib olgan, ha? Chet-ellikniki chapinda taniyotgan shu chapiningdan foydalanib berib olgansa yoki berib yayirib olgansa, yangdaring bo'lib qolibdi-ku, yo yo'ldoshing yo xotining, shuningdan foydalanib. Qolgan bichar Uyg'urlarni o'ylab qo'y, ular borolmaydi emas, Xitoy viza bermaydi. Konsul kirsang shu yerdan ham kashini to'g'rilab qo'ydi, asla chiqib ketdi. Bunda gap bor bu yerda. Vatanga berib, nimda aytgan, vatanga berib ushur egallaymiz, vataniy ushurlarni biz muhojirat ochiqimiz dedi. Ma gapni anglab qarindoshlar, men nim deyishim bilan deb kulyaptim baqo qarindoshlar. Ey, dunyodagi xalqaroliq matbuot medialarniki dangliq muxbirlari kirib egallayolmagan shu xabarlarni malopoldimlar ber egallaydi. Mala ber egallab kelib, anotga bizga ta'minlaydi ketdi. Ko'rdinglarmi qarindoshlar? Bularning kallasi mana shundaylik o'qimagan döt qarqolsaq Uyg'urlarni ahmoq etishqilam ishlandi. Ha? Sen vatanga borsan Uyg'urlar seni chet eldan kelibdi degan gapni anglagan, ammo sen bilan ko'rishalarmi shu icharlar? Ha? Ota-onasi chiqidi, uyda yotolmay Binguanni yotgan shu Uyg'urlar urug' tuqqanlari sog'doshlar ko'rishmagan edi, qaysi uchurni egallaysan sen? Qaysi uchurni berdi sana? Sen şu simtoqsaqlar to'salgan, shu kampir rayoni, lager rayonlarining bo'sog'isini oldiga bora olamsan, zavod korxonalarning eshigini oldiga bora olamsan. Eligu ishigi ekan qarab 5 kilometr nerdan manganingni kamerada ko'rib qolsa, kommunist Xitoy, am mashinangni shu yerdan ham saqchilar kelib yoki postasini tutilib, kashini to'g'rilab chiroyli keyninga mang deb qaytqizib qo'ydi. Agar unimisang, tutib olib solaydi seni, o'ng tip chiqirib seni, yo'qolmangdi. Qaysi uchurni erkilalaysan sen vatandan hozir? Ha? Qaysi uchurni egallab kelalaysan? Uchur egallab kelolmayotgansa, aykichi maqtab kelishir ekansan, voy yaxshi bo'lib ketdi. Vatanlik Uyg'urlarning chiroyidan chehrasining kulklari uzilmaydi ekan. Xansu yo'ldoshlar alomat yaxshi muomala qilgan bo'lib ketdi deb. Ha, burun Xitoy deydiganlarni Xansu yo'ldosh tushibsan bu. Obda egallab keldi ekansan uchurlarni. Mana qarindoshlar bo'layotgan ishlar. Şuna hamda muhojiratga Uyg'urlardan o'tinishim, hamda o'tinib o'tinmaydimi? Lekin hech bo'lmasa azroq vijdoninglar bo'lsa, bu vatandagi zulm ostidagi ichari Uyg'urlarni azroq o'ylab qo'yinglar. Yaqinda bir Xitoyningki mening uchun Jungoni so'ymayman, mening uchun Xitoyni so'ymayman degan bir YouTube kanalini ko'rib qoldim, videosini. Ko'rilishi nihoyat yuqori. Ashchig'ida debdi. Uyg'urlar erkak qirg'inchilik qilgan, Uyg'urlarni qirgan, Uyg'urlarni bostirgan, bu vatanimni, bu davlatimni men suymayman. Uyg'ur qarindoshlarning oldida men bu vatanimni suymayman deb diyolmayman. Men odamning go'shini to'g'rab, qiyma qilib, mont tugib yeydigan bu qotillarni maqtayolmayman deb. Bir yot qavm, Uyg'ur emasdi. Bir yot qavm chiqdi bunchalik deyilgan yerda, Ash Xitoyda shundoq yaxshi xizmatlar va ekan, shundoq yaxshi o'yladi o'tirdi ekan, turmushim nihoyat yaxshi ekan. Mushu bir Xansu yo'ldosh chiqdi, mushunchalik deyilgan yerda, o'zimizning Uyg'urlarimizning qilayotgan ishlarni qarindoshlar. Rahmat qarindoshlarimiz.